pasport olaman, ketdim. Allohdan so'raylik, harakat qilaylik. Bunga rosa urindik, bo'lmasa boshqasiga urinaylik, o'qiylik. Bugungi bolalargachi biz o'qib nima bo'ldik demaylik. Biz o'qimadik, xor bo'ldi. Endi bolam o'qi deyish kerak. O'qimasang mandaqa bo'lasan sen. O'qish qatar deyish kerak. Chunki u bizni bu yoshligimizdagi davr emas hozir. Mutlaq o'zgardi. Talab boshqacha. Hayotda talabi o'zgarib ketdi. Ilmsiz odam xor bo'laveradi bundan keyin. O'qish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom ilm har bir musulmon erkakka va muslima ayolga farzdir deganlarda bitta talabul ilmi degan so'zni om qilib aytganlar, xos qilib aytmadilar. Ilmul hadis, ilmul Qur'on, ilmul aqida demadilar Rasululloh alayhissalom. Hadis ilmi, Qur'on ilmi, aqida ilmi deb xoslab qo'ymadilar. Talabul ilmi dedilar. Ilmni talab qilish. Ilm degani o'zbekchasiga bilish degani. Bu nima degani? Insonni hozirgi paytida nima ilm kerak? Shu hammasi farz bo'ladi. Bugun nima kerak? Qorin kerakmi? Tinchlik kerakmi? Sog'liq kerakmi? E'tiqod, iymon kerakmi? Shu to'rovini ilmi farz bo'ladi.